Assalomu alaykum YouTube kanalimizga kuzatuvchilar, pritsep ishqibozlar, mana Andijon viloyatiga tayyorlangan pritsepimiz Xudo xolasa Isuzuga yuklandi bugun 1-yanvar kuni. Panjaralarni yechib oldik. Mana panjaralar yechildi. Panjaralar hammasi olinadi va ochiladi. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, chiroyli qilib zakaz bo'yicha yasab beramiz. Razmerlari 1.90 eni, uzunligi 3,5 metr. O'ngga chapga ag'daradigan pritsep. Elektr chiroqlari ham yonadi, silindr shlankalari montajlari bo'lgan. Risollarimiz katta risoldan. Stupitsa diskamiz 20 metr bo'lgan ekan. O'slarimiz rossiyskiy birovoy turbadan. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarsa, ekranga nomer qoldiramiz. O'zbekiston barcha viloyatdan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on. Isuzumiz nomerlari 60 ta 646 LB. O'zi davlat raqam belgisi. Tentovkali Isuzu yuklandi. O'zbekiston barcha viloyatiga xuddi mana shunaqa qilib yuklab chiqarib beraveramiz. 12 ta viloyatga xuddi mana shunaqa qilib Isuzular yuklab chiroyli qilib ortib beramiz. Bizda hammasi ishonchli bo'ladi. Ko'pchilik ishonmayapti ekan biz ishlarimizga. Bu yolg'on, bu zakalab olib qo'yib pritsep chiqarmaydi degan akalar ham bor ekan ichimizda. Shu YouTube kanallarimizda shunaqa gaplar eshitdim. Shaxsan telefon qilib aytdi. Ishonarlimi, ishonarsizmi deb. Mana